Assalomu alaykum meni YouTube kuzatuvchilarim. Sizlarga bugun xuddi shunday rezinani qanday qilib chiroyli o'rnatishni va to'g'ri usulda o'rnatishni ko'rsatib beraman. Voy kerak emas, oddiy narsa-ku deb kommentariyalarda o'qib qolaman, lekin ba'zi birovlar noldan boshlayotgan chevarlarimiz, yangi chevarlarimiz bu narsani bilishmaydi. Bu rezinani o'rnatish uchun avvalo rezina kengligini olamiz. Rezina kengligi 22 sm bo'ladi. Katta ayollar uchun mana bu joyda qo'l santimetri 22 ni teng yarmi 11, 1 sm tikishga kirsa 10 sm qoladi. 10 sm o'zi bu juda ham yaxshi. Yuvgandan keyin issiq suvga kirishadi. Shuning uchun 22 sm qilib oldim. Bu rezinani o'ng ters tomoni bo'ladi. E'tibor berib qarasangiz, mana bu tomoni ters tomoni, bu tomoni esa o'ng tomoni. Vishvkalari ustiga ishib chiqib turgani o'ng tarafi hisoblanadi. Buni tikishimiz uchun avvalo men уже yenglarni tayyor qilib o'rnatib oldim, yelkalariga tayyor qilib o'rnatib oldim. Endi esa yeng uch qismini tikmoqchiman. Yengni bu joyini tikib olib, oxirida aylantira tiksangiz ham bo'ladi. Menga osonroq bo'lish uchun hamda mijozimiz qayta toraytirib bering, kenglik qilyapti desa, toraytirish osonroq kechishi uchun shu usuldan foydalanyapman. Avvalo tikmasdan burun yengni uch qismini xuddi shunday qilib, 3 ipli babuchka overlockda overlock qilib olasiz. Mana tekis qilib, hech qanday buramalar bo'lmasligi kerak. Endi esa buni tikish uchun o'ng tarafi tepaga qarab turibdi. Vishvkamizni o'ng tarafiga yotib turishligi kerak. Ikkalasi o'ng tomoniga qarab turishligi kerak. Ochgan vaqtda ikkalasi o'ng tomoni bo'ladi. E'tibor bering, tikishimiz uchun avvalo zakripka bilan boshlaymiz va eng asosiysi overlockimiz ozgincha ko'rinib turishligi kerak. Mana rezinadan overlockimiz ko'rinib turishligi kerak. Endi esa mana overlockni ipidan foydalanyapman. Ko'ryapsizlar, tortib qo'yib olamiz. Buni tikish uchun yana bir narsa aytib ketsam, muhim narsa, buni tikayotganingizda mana xuddi shu joyidan yurishingiz kerak. Uchini qo'yyapman, e'tibor bering, mana xuddi shu joyidan yurasiz. Rezinadan 1 mm ustida yoki rezinadan 1 mm ostiga tushib yurasiz. Ikkala usuldan ham foydalansangiz bo'ladi. Lekin rezinadan 2 mm tepada yurmang. Nima uchun deganda, mana bu rezinani tekis joyi sirt tarafga ko'rinmasligi kerak. Faqatgina shu naqshi ko'rinishligi kerak xolos. Shuning uchun teng o'rtadan yurishingiz kerak. Mana xuddi shunday. So'kadigan narsamizning uchini ko'ryapsizlar, qanday turayotganini. Xuddi shunaqa o'rtadan yurishingiz kerak. Shunda rezinani faqat vishvkasigina ko'rinadi, ya'ni naqshigina ko'rinadi. Ketdik. O'rtadan boshini albatta zakripka bilan boshlaymiz. Bilaman, bu juda ham oddiy narsa. Ba'zi bir chevarlarimizga voy kerak emas, nega chiqardingiz? Kerak emas narsalarni chiqaradi deb o'ylashadi, lekin boyagina aytganimdek, hozirgina aytganimdek, ba'zi bir chevarlar shu narsani o'rnatishni bilishmaydi. Boshini zakripka bilan boshladim va mana oxiriga olib kelib, e'tibor bering, oxiriga olib kelib ushlab oldim va teng o'rtasi mana rezinani ikki qo'lim bilan ushladim va e'tibor bersangiz tortyapman, mana o'rtasiga tushadi. Qo'l bilan ishlayapman. Hurmatli kuzatuvchilarim, mana teng qilib, mana o'rtasini ushlab oldim. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu xb material bo'lganligi uchun juda ham toyg'oq bo'ladi, siljib ketadi. Shuning uchun men o'zim barmoqlar yordamida rezina bilan materialni ikkisini bir xilda tekisda qo'yib olaman. E'tibor berib tikishingizni so'rayman. Bu juda ham ko'rinadigan joyi. Rasmga tushganda ham, hattoki mijozingiz kiyib qo'liga bunday qaraganda ham eng birinchi ko'rinadigan joyi xuddi shu yengi. Sizni tikishingizga, ishingizning sifatiga ahamiyat beruvchilar aslida juda ko'p, e'tibor bersangiz. Overlockga ozgincha ko'rinib turishligi kerak. Xuddi shu usulda tikasiz. Orqasini tortmayapman. Rezinkani tikkanda orqasini tortish kerak der edim oldingi darslarimda. Bu yumshoq rezinka bo'lganligi uchun orqasini tortmayapman. Mashinaga og'irlik tushmaydi. Oxirini ham zakripka bilan tugatamiz. Manaki ko'rib turganingizdek, bu orqa ko'rinishi, bu esa oldi tomoni. E'tibor berdingizmi, mana 1 mm o'rtasidan yurgizilgan. Mana xuddi shu usulda tikasiz. Mana bunaqa qilib qayirib tikkaningizda mana faqat naqshigina ko'rinib turadi. Bo'sh qolsa mana shu holatda. Endi esa mana bizning rezinamiz kiygan vaqtda bunday o'girilib ketmasligi uchun buni rezina tomonidan mana xuddi shu 1 mm eng chetkasidan o'girib, bostirib qo'yishimiz kerak. Shunda hech qayoqqa siljimaydi va juda ham chiroyli chiqadi, sifatli bo'lib. Endi esa buni bostirish uchun ters tomonini o'girib oldim. Ters tomoni tepaga qaraydi. Endi esa mana yotqizayapman va orqasida ortiqcha mato bunaqa buklovda qolib ketmasligi uchun mana barmoqlarim yordamida sirtqi tomonga qarab itaryapman. Ko'rdingiz-a? Itarib sirtqa chiqaramiz. Tikayotganingizda ham bu barmog'ingizda bossangiz qalin yoki yupqaligi bilinadi. Lapkani ko'tardim va boyagi aytgan eng chetki tomoniga 1 mm qilib bostirib chiqaman.
Chap qo'limga qarang, materialni yengni bu yoqqa tortyapman va rezinani o'zimga tortib, mana xuddi shu ko'rinishda kerak emas matolarni, ostida buklanishga kirib ketgan matolarni tortib chiqarib olyapman. Barmoqlarga e'tibor berib qarasangiz, buni tikish umuman qiyin emas va bir deganda shunaqangi tekis va toza chiqib beradi. Asosan barmoqlar bilan ishlayman, shuning uchun rezinani eng chetki tomonidan yurgizasiz. Yangi o'rganayotgan chevarlarimiz mana xuddi shunday bo'lib chiroyli bir tekisda chiqadi. Mana boyagi overlockning ipi yana menga yordamchi bo'lyapti. Kesib tashlamagandim. Tortib mana ko'ryapsiz-a? Bu qo'limda rezinani, naqshli rezina ushlayapman. Ikkinchi qo'limda esa matoni, ostingi tomonida esa qo'lim bilan matoni tortyapman mana. Xuddi shu usulda. Mana bostirib tekshirib ko'rmoqdaman. Qalin joyi qolmadimikan deya. Mana shunaqa yurgizib olasiz. Qo'lingizga ehtiyot bo'ling. Qo'lingizni tikib ketmasin. Mana rezinkamizni ko'rinishi xuddi shu holatda chiroyli bo'lib chiqadi. Endi esa buni tikish uchun mana xuddi shunday qilib 1 sm yurgizsangiz bo'ldi. Bu darslik sizga foydali bo'ldimi? Kommentariyada yozib qoldiring va meni foydali ma'lumotlarni yo'qotmaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Bu naqshli rezinani faqat yenga emas, yoqalarga ham ishlatishingiz mumkin. Tortinmasdan kommentariyada yozib bering, yana nimalarni ko'rsatib beray. Qo'limdan kelsa va o'zim bilsam, albatta sizlar bilan bo'lishaman. Kelasi darsliklarimda o'zbekcha oqli lozim bichishni ko'rsatib beraman. Bu darslikni esa yaqinlaringiz bilan ulashing.